Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni inspektorning rasmiy YouTube kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Agarda sizda Inspector Shot Air Pro radar detektor bo'ladigan bo'lsa-yu va siz uning sozlamalari nima vazifa bajarishini bilmaydigan bo'lsangiz, bugun shu haqida gaplashamiz. Bugun biz aynan Shot Air Pro'ni har bitta sozlamasiga kirib, nima vazifa bajarishini ko'rib chiqamiz. Demak, kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Xo'p, aziz do'stlar, bugun biz Inspector Shot Air Pro'ni sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Nima-nimaga javob berishi barchasini tushuntirib o'taman. Demak, birinchi navbatda tugmachalarga to'xtalib o'tiladigan bo'lsak, tugmachalar eng tepadagi, eng chap tomonning eng tepasida turgan, birinchilikda turgan bu sozlamalarga kiruvchi tugmacha hisoblanadi. Buni 3 marta bosadigan bo'lsak, yana bosh sahifaga qaytamiz. Ya'ni sozlamalar 3 ga bo'lingan: radar qismi, baza qismi va umumiy sozlamalar. Va aynan shu tugmachani bosib turadigan bo'lsak, Wi-Fi ga ulanadi, ya'ni Wi-Fi bo'limi ochiladi. Undan pastgisi mana SH turibdi. Buni bitta bosadigan bo'lsak, ham enter vazifasini bajaradi. Mana sozlamalarga kirgan paytimiz enter vazifasini bajaradi va albatta rejim almashtiradi. Va qo'shimchasi yana bitta funksiyasi bor. Agarda siz mahallangizda, shahringizda yangi radar o'rnatiladigan bo'lsa yoki ko'chma radarlar o'rnatiladigan nuqtani taxminan biladigan bo'lsangiz, shu tugmachani 3 sekund, 4 sekund davomida bosib turadigan bo'lsangiz, o'sha nuqtani foydalanish nuqtasi deb miyasiga saqlab qo'yadi va har safar yaqinlashgan paytingiz shu nuqtani ogohlantirib turadi. Keyingi tugmachamiz bu ovoz ko'taradigan tugmacha. Ushbu tugmachani bosib turib, bitta bosadigan bo'lsangiz, mana ovozlar ko'tarib boriladi. Bu o'zingizga moslab 3, 4, 5 ga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Menimcha eng yaxshisi 3-chi ovoz pog'onachasi. Bu esa yorug'likni kamaytirib ko'paytiradi. Men hozir 1 ga qo'yib qo'ymayman, lekin o'rtacha 4-5 ta yursangiz kerak, chunki bizda kunimiz ancha quyoshli, shuning uchun ham yaxshiroq bo'ladi. Video uchun esa sizlarga video ekran ko'rmay qolishi mumkin. Xullas, tushunib oldik tugmachalarni. Endi sozlamalarga kiramiz. Birinchi navbatda RD qismi, ya'ni shahar. Qarang, bu yoqda shahar, shahar 1, shahar 2 va trassa rejimi bor. Buni ichidan siz o'zingizga kerakli bo'lgan radarlarni yoqib qo'yishingiz, o'chirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu radarlar kutubxonasi. Lekin men shaxsan o'zim sizlarga tavsiya qilmayman. Bu juda ham o'ta professional ishlatuvchilar uchun ishlatadigan funksiya desa ham bo'laveradi. Lazer, Avtocon, Hikvision. Bu yoqdan hech narsani o'chirmasangiz bo'ladi va tavsiya ham qilmayman. Bu ham xuddi shunaqa trassa rejimida ham, boshqa joylarda ham o'zi sozlamalar optimal rejimda turibdi. Rejim tanlash bu yoqda mana tugmachani bosgan paytingiz, mana tugmachani bosgan paytingiz almashadi-yu, shu joyda o'sha narsani o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir IQ bilan trassa turadi normal holatida. Buni ham o'zgartirishni tavsiya bermayman, chunki o'zi juda ham yaxshi turibdi. Undan keyingisi IQ shahar 1, shahar trassa degan narsa turibdi. Bu qarang, ikkalasi bir-biriga o'xshash funksiyalar, ya'ni bunda IQ rejim bor. IQ rejimda mashina, to'g'ri, radar detektor sizga o'zi tezligingizga qarab rejimlarni tanlab beradi. Misol uchun, hozir bu yoqda mana 40 turibdi. 40 dan bu yog'i 60 turibdi. Ya'ni 40 gacha shahar 1 rejimda va shahar rejimiga o'tadi. Shahardan keyin 60 tezlikka o'tgandan so'ng trassa rejimiga o'tadi. Xo'p, shahar tezlik chegarasi va trassa tezlik chegarasi. Xo'p, bu narsa nimalarga javob beradi? Ikkalasi ham bir-biriga o'xshash funksiyalar. Tasavvur qiling, siz shahardasiz yoki trassadasiz. Yo'lda siz probkaga tushib qoldingiz yoki 30-20 harakatlanib boryapsiz. Bilamiz, O'zbekistonda radarlar eng kam jarimaga tortish tezligi bu 60 hisoblanadi. Lekin siz 40 tezlikda yurgan paytingiz, atrofingizda, endi bunda filtratsiya kuchli, lekin atrofingizda juda ko'p inomarkalar tushib qoladigan bo'lsa, qanaqadir yolg'on signallar berib qoladigan bo'lsa radar detektor yoki radarning qayerdaligini bilasiz, 40 tezlikda imillab o'tayotgan paytingiz asabingizga tegib radar signali berayotgan bo'lsa, bu narsa shu narsani o'ylab qilingan narsa hisoblanib, 40 tezlikgacha sizni hech qanaqa signallar boshingizdan qotirmaydi. Ekranda paydo bo'ladi radar nomi, signal nomi, geygerlar to'lib boradi-yu, lekin sizga ortiqcha ovoz bermaydi. Bu ham juda ham yaxshi funksiya, ya'ni 40 turgani yaxshi deb hisoblayman. Siz ancha tinchroq harakatlanasiz. Tezlik chegarasi davomiyligi esa
Bu aynan shu funksiyani nimalarga amal qilishi. Bu yoqda radar qismiga turibdi. Bu yoqdan GPS ni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, lekin GPS ni tavsiya qilmayman, chunki jarimaga tushib qolishingiz, ya'ni radarga tushib qolishingiz ehtimoli katta. Shuning uchun Air'dan o'zi yaxshiroq. Xo'p, maksimal tezlik sozlamasi bu siz haydovchi o'ziga ma'lum bir tezlikni belgilab oladi. Ya'ni 80, 100 va siz agarda o'sha tezlikdan oshadigan bo'lsangiz, radar detektor maksimal tezlikka kelib qoldingiz, tezligingizni pasaytiring deb ogohlantiradi. Buni ham takliflar bo'lgan, ya'ni ayrim proshivkaga kelgan mijozlar so'ragan, menga shunaqa tezlik qo'yib ber, chunki juda ham ko'p jarimaga tushyapman deb. Lekin bu ham haydovchini chalg'itib qo'yishi mumkin. Bu ham o'zingizdan kelib chiqib qo'yishingiz yoki qo'ymasingiz ham mumkin. Avtomatik ovoz pasaytirish va kechiktirib ovoz pasaytirish. Ikkalasi ham bir-biriga mos bo'lgan funksiyalar. Qarang, bu yoqda 50% turibdi va bu yoqda 5 sekund turibdi. Bu nimani anglatadi? Bu narsa, tasavvur qiling, radarni ko'rdingiz. Radar detektor signal berdi. Misol uchun avtokon deya signal berdi. Avtokonning signalini taxminan eng kamida 500-600 metrdan oladi. Va siz radar borligini sezdingiz va tezligingizni pasaytirdingiz. Radar detektor bor ovoz bilan sizni ogohlantiradigan bo'lsa, bu yoqmaydi. Bu funksiya esa 5 soniya davomida radar detektor o'zining bor ovozida ogohlantiradi. Siz radar borligiga ishonch komil hosil qilganingizdan so'ng ovozni 50% ga pasaytirib, qolgan vaqtda shu pastroq ovozda sizni ogohlantirishda davom etadi. Buni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi yoki foizini kamaytirib ko'paytirsangiz bo'ladi, lekin hozir turgani optimal rejimdir. Ogohlantirish ustuvorligi ham Air'da GPS turishi kerak, ya'ni birinchi navbatda Air'dan ogohlantiradi, keyin GPS ni. Demak, biz Air'da qismini tugatdik. GPS ogohlantirish masofasi va orqa kamera masofasi. Bu ikkalasi ham bir-biriga mos sozlamalar. Bu narsa nimaga javob beradi? Mana radar turadi-yu, statsionar radarlar, mana chorrahada yoki qayerda turadigan radarlar, simyog'ochdagi radarlar. Xullas kalom, o'shani necha metrdan, 700 metrdan ogohlantirishini belgilab qo'yilgan. Bu yoqda optimal bo'lgan 700 metr qo'yilgan. Buni o'zingizga moslab 500, 300 yoki 1 kilometrga ham o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Endi bu ham o'zingizning tanlovingiz. Maksimal mumkin tezlik bu o'zingizga moslab tezligini 5 plus yoki qo'ymasangiz ham bo'ladi. Yuqori tezlik ogohlantirish tovushi bu bip tovush bor, maxsus tovush bor va ovoz bor. Bu nimalarga javob beradi? Qarang, radar ko'rdingiz, baza bo'yicha ogohlantirdi, 70 ga qo'yilgan. Siz esa 90 tezlikka harakat qilyapsiz-da, sizga ogohlantirish kerak-ku. Shunda bu hozir bip signal turgan paytda bip signal berib ogohlantiradi. Maxsus tovushda sirena chaladi. Buni juda ham ko'p uzoq masofalarda yuradigan akalarimiz so'rashadi, chunki uyqum kelib qoladi, chalg'iyman, men ham chalg'igan payti, shu chaylagan payti, sirena degan payti men tezligimni pasaytiraman deb aytishadi. Shuning uchun shu narsani o'zingizga moslab tanlasangiz bo'ladi. Ha, aytgancha ovozda agar tezligingiz o'shanday baland bo'ladigan bo'lsa, diqqat qiling, tezligingizni pasaytiring deya bir necha marta tinmasdan ogohlantirishni boshlaydi. Eng tavsiya qiladiganim bip ovoz, agarda siz juda ham uzoq masofalarda yuradigan bo'lsangiz, unaqada maxsus ovoz. Yuqori tezlik ogohlantirish barcha turishi kerak. Masofani ogohlantirish qarang, bu narsa yangi funksiyalardan bittasi bo'lib, mana radar bor, baza bo'yicha ogohlantirdi, 700 metrdan keyin radar keladi deb. Undan so'ng ushbu funksiyani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, radargacha bo'lgan masofani 600 metr qoldi, 400, 200 va radardan o'tildi deya ogohlantiradi. Xo'p, obyektdan o'tildi degani, ya'ni radardan o'tadigan bo'lsangiz, ovoz bilan obyektdan o'tildi deydi yoki ovozli signalga qo'yadigan bo'lsangiz, ting etib ovoz chiqaradi. GPS obyektlar bunga ham tegishmaymiz. Bu yoqda ham professionallar uchun, mana bu yoqda misol uchun soxta radarni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana soxta radar oz turgani, Pluton bor va shunga o'xshash narsalar. GPS nazorat nuqtalari ham shuni davomi. Avtobus qator nazorati, svetofor nazorati, yo'l chizig'i nazorati, piyodalar nazorati va shunga o'xshash narsalar shu yoqda kiritilgan. Bunga tegishilmaydi. Xo'p, foydalanish nuqtasini o'chirish. Bu boya aytdim-ku, mana channel tugmachasini bosib turadigan bo'lsangiz, miyasiga saqlab oladi. O'shani bu yoqdan agar o'sha joy o'zi bazaga kiritiladigan bo'lsa yoki o'sha aktual bo'lmay qoladigan bo'lsa, shu joydan haq bosib bazalarni o'chirib tashlaysiz. Va bu bo'lim ham o'z nihoyasiga yetdi.
Xo'p, displeyni avto o'chirish birinchi darajada turadi, chunki mana misol uchun ma'lum bir soniyadan o'chishi bu birinchi daraja, ikkinchi daraja mavjud. Birinchi darajada turgani yaxshi. O'sha o'chgandan so'ng ekran lavhasini qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, ekranda yam-yashil bo'lib, katta speedometr paydo bo'ladi. Bu juda ham qulay funksiyalardan bittasi. Yoqilganda ilk ovoz uzun va qisqa bor. Ya'ni uzunda xavfsizlik kamarini taqing deydi, qisqada inspektor deya ogohlantiradi yoki shunchaki o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Men uchun uzun qiziqroq, ya'ni xavfsizlik kamarini taqing degani. Ekranda tezlik kompas turishi menga tezlik qulay deb bilaman. Kompas qo'shadigan bo'lsangiz, istasangiz kompasni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Vaqt zonasi +5, til o'zbek tilini xohlasangiz rus tiliga o'tkazsangiz bo'ladi, xohlasangiz ingliz tilida. Hudud tanlash O'zbekiston va Rossiya bor. Qarang, bu narsa nimani anglatadi? Ko'pchilik shu joyda juda ham xato qilib qo'yishadi. Bu inspektor mahsulotlarining ko'pi ham O'zbekistonda, ham Rossiyada ishlaydi. Siz buni qaytadan proshivka qilish, bosh og'riq qilish shart emas. Shunchaki mana bitta tugmachani bosib Rossiya o'tkazib qo'yadigan bo'lsangiz, bu radar detektor Rossiya radarlarini bemalol ko'radi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston radarlarini ko'ra olmay qolishi mumkin ayrim turdagini. Bu siz buni qayerdan bilasiz? Mana ekranda RU turibdi. Bu Rossiya regioni. Men radar detektor tili RUga o'zgarmadi, balki region o'zgarib qoldi. Shuning uchun shu narsaga juda ham ko'p e'tibor beringlar. Bo'lmasa radar detektori to'liq ishlamaydi. Shu narsani e'tibor berish kerak. Mana region doim O'zbekistonga o'tirish kerak. Hudud O'zbekiston. Birlamchi sozlamalarni tiklash esa, agarda radar detektor buzilib qoladigan bo'lsa, to'g'riroq sozlamasini qayerdandir kavlab xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bitta birlamchi sozlamalarni tiklaydigan bo'lsangiz, radar detektor ideal ishlashda davom etadi. Faqatgina masofani ogohlantirishni qo'shib qo'yasiz, bo'ldi, tamom. Mikrodastur versiyasi radar detektorda qanaqa proshivka turganini bildiradi. Demak, menimcha hamma funksiyalarni tushuntirdim. Hozircha shu. Kanalimiz rivojlanishi uchun esa albatta kanalga obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, xayr.